Qayerda turibsiz? Qariyalo'yda Nima ichasiz tog'a? Nima ichasiz? Ko'ksi. Ko'ksi. Qayerdan keldingiz, xudo xohlasa? Men Qoraqamishdan keldim. Qoraqamishdan kelyapsizmi? Voy, boshingiz omon bo'lsin, sizni umringiz uzoq bo'lsin. Qizlar, ikrom, ko'ksi aytib bor bitta. Oyoqqa nima qilgan? Mashina urib ketgan, 2,5 yil bo'ldi. 2,5 yil bo'ldi, mashina urib ketdi. Hozir yaxshimi? Hozir operatsiya qilingan. Bu ham o'sha sinib ketgan edi. O'sha mashina Ha, almashtirildi. Sanga o'xshagan bir saxiy odam, lekin otini ham bilmayman, telefon orqali. bo'ksani almashtirdimi? Alloh shifo bersin. Hozir qayerda turibsiz? Qariyalo'yda deyapman. Qariyali uyda turasizmi? Qoraqamishda. Qurib o'sganman Yangiyo'lda. Ha. Ko'pishlikda. Eski dashtaf bilasanki, Ha. eski dashtafdan Qoyildan o'tgandan keyin 3-yil otamni yo'q. Hozir endi hayotni bir sabablariga ko'ra qariyali uydasiz. Shunaqa. Endi qarang, Alloh sizga o'zi oson qilsin, bizdan nima yordam? Men niyat qilganman. Qariyalar uyiga borsam, katta qozonda osh damlasam. Bo'ladi. Nechtasizlar? 250 ta odam bor. 250 ta odamga osh qilib beraman qariyalar uyiga borib. Bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Qo'l tashing. Shu yangi yo'lligim avvalambor unaqa joylarga tushmasin, yangi yo'lliklar unaqa joylarda yurmasin, lekin shu yoqqa borib osh qilib beraman hammalarga. Kim so'kadi xato qilsam, dadajon kim turadi to'ylar qilsam, dadajon duolarsiz Ham qilamiz, o'zingiz qilasiz. Sizlar Alloh qo'ysin. Ikkinchi oydan biri mazza qilasiz. Zo'r bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh.